Assalomu alaykum. Hammaga xayrli tong. Bugungi sana 3-iyun 2026-yil haftaning juma kuni. Barcha musulmon ahliga juma ayyomi xayrli, barakotli bo'lsin. Xudo xolasa biz mana Al-Aqso masjidining ostonasida turibmiz. Barcha musulmon ahliga shu yerga kelishlik, ziyorat qilishlik, namoz o'qishlik Allohim o'zi nasib ro'za aylasin. Al-Aqsoning go'zalligi. Bu tarafda Qubatul Sahro. Hammaga shu yerga kelishlik nasib qilsin. Assalomu alaykum. Bu yerda mushuk ham tahorat olyapti yoki-da suv ichyapti. Bu yerda Al-Aqso, bu tarafda Qubatul Sahro. Agar biron joyda adashgan bo'lsam, to'g'rilab qo'yasizlar. Hozir sizlarga bu go'zallikni ko'rsatib o'taman. وقالت لأخته قصي Maşallah insonlar qo'yish. Allahu akbar. Hozir azon aytilmoqda. Allahu akbar. Ashhadu an Hozir juma namozi tugadi va hamma jumadan qaytishyapti o'z yumushlari, ishlari bilan. Mana shuncha odam kelishgan ko'pchilik. Bu yerda Qubatul Sahroning tashqi ko'rinish go'zalligi. Hozir rasmlarga ham tushib oldik mana shunaqa. Hozir hamma mana shu yo'l bilan uyiga, yumushlariga, ishlariga ketishyapti. Mana shunaqa ko'pchilik. Savdogar akalar savdo qilishyapti. Ko'rishingiz mumkin. Hozir tepadan ko'rsataman. Shuncha odamlar bor, musulmonlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Xayr.